Senga intizom yetishmayotgani yo'q. Miyang shunchaki qaram bo'lib qolgan. Scroll qilishga, tez dopaminga qaram bo'lib qolgan. Oson mukofotga o'rganib qolganing uchun diqqatingni jamlay olmaysan. Doimiylikni saqlash yoki biror ishni oxirigacha bajarish qiyin bo'lyapti. Mana yechim. 7 kun dopamin reseti 5 bosqichga bo'lingan. Agar o'zingga to'xtab qolgandek yoki motivatsiyasiz his qilayotgan bo'lsang, mana birinchi bosqich. Oson dopaminni yo'qot. Bu degani eng katta manbalarni kamaytirish. Hayotingdagi tezkor zavqlarni ijtimoiy tarmoqlarda cheksiz scroll qilish, qisqa videolar va tinimsiz bildirishnomalar. Chunki har safar bularni iste'mol qilganingda miyang tez mukofot kutishga o'rganadi. Mehnatsiz mukofotlar. Keyin esa qiyin ish vaqti kelganda, masalan o'qish, ishlash yoki o'zingni o'zgartirish kabi narsalar, miyang bunga qarshilik qiladi. Shuning uchun keyingi 7 kun davomida ijtimoiy tarmoq ilovalarini o'chir yoki chekla. Keraksiz bildirishnomalarni o'chir. Qisqa videolardan ko'ra uzun kontentlarni ko'proq ko'r. Chalg'itadigan narsalarni yetib borishini qiyinlashtir. Chunki aslida senga ko'proq iroda kerak emas. Senga kamroq vasvasa kerak. Ikkinchi bosqich. Atrof muhitingni boshqar. Atrof muhiting seni xulqingni shakllantiradi, hatto motivatsiyadan ham ko'proq. Agar telefoning doim yoningda bo'lsa, uni baribir tekshirasan. Agar xonang tartibsiz bo'lsa, miyang ham tartibsiz his qiladi. Agar chalg'itadigan narsalar ko'rinib tursa, ularga chalg'ib ketasan. Shuning o'rniga telefoningni boshqa xonada qoldir. Ishlaganda toza va oddiy ish joyi yarat. Atrofingizni diqqatni jamlashga yordam beradigan narsalar bilan o'rab oling. Yaxshi odatni osonlashtiring. Yomon odatni qiyinlashtiring. Bu sizni samaradorligingizga juda katta ta'sir qiladi. 3-qadam. Almashtiring. Yomon odatlarni to'xtatib qo'ymang. Ularni foydali odat bilan almashtiring. Chunki yomon odatlarni olib tashlasang, zerikasan, bezovta bo'lasan va oxiri yana eski odatlaringga qaytasan. O'rnini maqsadli odat bilan to'ldir. Kitob o'qish, mashq qilish, yangi ko'nikma o'rganish, kundalik yozish. Bular tez dopamin bermaydi, lekin uzoq muddatli qoniqish beradi. Va vaqt o'tib, miyang yana shu narsalardan zavq ola boshlaydi. 4-bosqich. Zerikishni qabul qil. Zerikish bilan yashashni o'rgan. Ko'pchilik aynan shu yerda taslim bo'ladi. Biz o'zimizni darrov zerikishdan qochishga o'rgatib qo'yganmiz. Telefonimizni tekshirib, ilovalarni ochib yoki o'zimizni chalg'itib. Lekin zerikish aslida qayta tiklanishdir. Bu miyangiz o'zini qayta shakllantira boshlaydigan lahza. Shuning uchun zeriksangiz undan qochmang. U bilan qoling, o'ylang. Miyangiz sekinlashsin. Aniqlik aynan shundan keladi. 5-bosqich. Taslim bo'lmang. Barcha 7 kun davomida taslim bo'lmang. 3 kun emas, faqat xohlaganingizda emas, to'liq 7 kun. Chunki dastlabki kunlar noqulay tuyuladi. Orqaga qaytish istagi paydo bo'ladi. Hech narsa ishlamayotgandek tuyuladi. Lekin bu jarayonning bir qismi. Haqiqiy o'zgarish o'sha qarshilikdan o'tganingizda yuz beradi va 5 yoki 6-kunga kelib, aynan o'shanda hammasi tushunarli bo'la boshlaydi. Shuning uchun jarayonga ishonishni unutmang. Chunki bu qiyin bo'ladi. Sababi miyamiz tez va qisqa natijalarni qo'yishga moslashib qolgan. Agar shu 5 ta qadamni to'g'ri bajarsangiz, diqqatingiz yaxshilanadi. Bekorga scroll qilish istagi kamayadi. Vaqtingiz ustidan nazorat oshadi. Intizom hissi kuchayadi. Yangi odamga aylanganingiz uchun emas, balki sizni ortga tortayotgan narsalarni olib tashlaganingiz uchun. Endi esa haqiqat shuki, videoni ko'rayotgan odamlarni ko'pi hatto urinib ham ko'rmaydi. Ko'pchilik esa 7-kunning oxirigacha bora olmaydi. Agar jiddiy bo'lsangiz, reset deb komment yozing. Agar haqiqatdan ham barcha 7 kunni tugatsangiz, qaytib kelib kommentga don so'zini yozib keting. Kommentni tekshiraman. Keyingi videoda ko'rishguncha